Yurtboshimizning 2026-yil 25-martdagi 47-sonli farmonlariga muvofiq Toshkent viloyati Yashil bog'larni boshqarish O'rmon ilmiy-tajriba markazi hududiy boshqarmasi davlat muassasasi tomonidan daraxt va butalarning kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish tizimini yaratish asnosida bugun ushbu hududdagi daraxtlarning fitosanitariya holatini o'rgandik. Mutaxassislarimiz tomonidan har bir daraxt sanitariya ko'rikdan o'tkazildi. Zararlanish darajasi baholandi va kasallik hamda zararkunandalarning kelib chiqish sabablari aniqlandi. Tekshiruv natijalariga ko'ra daraxtlarga agrotexnik va profilaktik himoya choralari qo'llanildi. Ushbu ishlar daraxtlarning sog'lom o'sishi va yashashi hududlarni asrashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Мы с вами находимся в парке астрономии. Bugun biz poytaxtimizning yashil maskanlaridan biri astronomiya bog'idamiz. Bog' bir qarashda ko'm-ko'k va obod ko'rinadi. Ammo daraxtlarning haqiqiy salomatligini faqat tashqi ko'rinishiga qarab baholab bo'lmaydi. Har bir daraxt muntazam kuzatuv, o'z vaqtida tashxis va parvarishga muhtoj. Shu bois bu yerda yashil o'simliklarning fitosanitar holati o'rganilmoqda. Daraxtlarda kasalliklar, zararkunandalar mavjudligi bo'yicha tekshirilmoqda. Kuzatuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, bu yil ayrim daraxtlar, ayniqsa qayrag'ochlar barg uruvchi, barg kemiruvchi zararkunandalar bilan zarar ko'rgan. Bunday hasharotlar barglarni shikastlab, fotosintez jarayonini susaytiradi hamda daraxtlarning o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eng muhimi, zararkunandalar bir daraxtdan boshqasiga tez tarqaladi. Shuning uchun yangi ko'chatlar ekishdan oldin hududlardagi mavjud daraxtlarning fitosanitar holatini baholash juda muhim. Aks holda zararkunandalar yosh nihollarga ham o'tib, ularning rivojlanishiga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Daraxtlarni himoya qilish bir martalik ishlov bilan cheklanmaydi. Avvalo zararlanish sababi aniqlanadi, so'ng tegishli davolash va himoya choralari qo'llanadi hamda natijalar muntazam nazorat qilinadi. Shuningdek, daraxtlarni to'g'ri sug'orish, oziqlantirish va agrotexnik parvarish ishlari amalga oshiriladi.